Allohni o'zi kechirsin, mana yomg'ir to'xtamayapti. Mana Germaniyaning nimasi, mana avtobani. Mana bu yerda avariya bo'lgan, mana pojarniydan tortib skorigacha, politsiyagacha. Bunaqa narsalarni o'zing saqlaydi. Mana bekitda shashib. Bag'i keldi, kilometr o'chib. Mana bitta migalkasini o'qib qo'yib, bitta signal chol, uni asabiga tegib, uni asabiga tegmasdi. Mana o'rta polosani ochib qo'yishadi, pojarniylar yurishi uchun. Telefon ko'rishaveradi shunaqa. Bag'i kilometr o'chirdi. 5 kilometrdan uzoq bo'lsa kerak. Shunaqa gaplar. Germaniya hayoti shunaqada. Qachondir nimadir bo'ladi. Bu yaqinda bo'lib ketgan avariya bo'lsa. Hayot bir xildek ketaveradi. Mana hayot go'zal deydi. Mo'jizaga boy deydi-ku, mo'jizaga boy. Yomg'ir Allohdan ne'mati deydi-ku. Shunaqa joylari ko'p Germaniyada mana. Pagoda supermi? Bulutdan nimadirlar yasab ketkim keladi-da. Mana hozirgi mana bulut menga to'g'ri yuraver deyapti. Poложено deyapti senga. O, navda hozir o'sha tarafga ketyapmiz. Yomg'ir quyyapti ekan. O'zi betda ham yog'yapti-yu, o'tib ketdi. O, to'nga o'tib borar. Ha, boboshi. Ko'rayotgan bo'lsalaring. Bu yerda bunaqa elektr chiqaradigan narsalari ko'p. Bunaqa mashinalar ko'p. Bu pagodasi shunaqa super pagodada. Bu meni mechetim. Alhamdulillah. Odam bir xillikdan zerikadi-yu, lekin zerikmasligi kerak. Musofirga o'ynagani kelmaganmiz-ku. Shu hamma qatori hojiga boradiganlarda ichida biz ham ota-onamiz hajiga borsin deymiz. Oilamiz biz bu yerda qiynalsak ham oilamiz uchun deymiz. Nimaki har bir musofirda o'ziga yarasha g'am tashvishi bo'lganiga chiqadi. Rossiyaga вообще-то ishlagani musofirga. Endi men ota-onam mehridan sal uzoqroq yuribman, lekin onamning mehri, otamning mehri misol 6000 kilometr uzoqda bo'lsam ham 6000 kilometrdan baqacha keladi duosi. Nimaki hammamizda Alloh bittada. Mana muraymanda Alloh ota-onamni har safariga jo'natgunimgacha jonim olmagan deyman. Allohdan so'rayman doim. Shunaqa gaplar. Meni kuzatib boring. Inshaalloh hali Germaniyani ko'p joylarini ko'rsataman.